20 million so'm ketdi shu ko'rib turgan joylarga. Nima uchun 20 million so'm ketdi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar albatta batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Ko'rib turgan joylarda oldi shapka, darvozaxona, ichkari shapkalarni qilib berganmiz. Oqqa mokriy rangida kosmos fasonda qilib berganmiz. Videoni ko'rishdan oldin albatta bir dona like bosib qo'ying. Telefon qildiraman deb yurgan aka-ukalarimizga yetib borish uchun sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Oldi shapkamiz 1.20 razmerda 25 metr joyga qilib berganmiz. Xo'sh, oqqa mokriy rangida qilib berganmiz yulduzchalari bilan albatta. Nima uchun 20 million so'm pul ketdi desanglar, kelinglar savolga aniqroq javob berishga harakat qilaman. Mana shapkalarni ko'rib turibsizlar, 2 bo'lib qilib berganmiz. O'shini hisobiga joyni kvadrati ko'payib ketadi degan o'tgan safargi videomizda aytganmiz. Joyni kvadratiga emas, nima uchun ko'payib ketadi degan savollarga mana ko'rib turibsizlar. 2 bo'lib qilganimiz hisobiga bukilish hisobiga listlarimiz ko'proq ketadi. List hisoblaymiz. O'shini hisobga olib qo'yasizlar. O'tgan safargi videomizda ham tushuntirishga harakat qilganmiz. Xizmatlarimizni aytamiz. Vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilishinglar mumkin. 135 ming so'mdan shu ko'rib turgan joylarda qilib berdik. 0.35 qalinlikda qilib berganmiz. Ish yoqdi deganlar bir dona like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglar aytadi.